Ha, oqayotgan joymi? Ha, xayriyat. Mana o'qib ko'ring. Hotel Poyekalon deb yozilgan. Poyekalon ko'chasiga kiryapmiz. Shoiraxon opa. Oydod shofirimiz. Ko'chalarni qarang. Poyekalon. Ha. Mashina to'xtab bo'lmaydi bu yerda. Yo'q, farqi yo'q, taqtaveramiz. Yo'q, Poyekalonni ichidan deyshdimi? Qayerdan? Ha, siz aytayotgan masjid. bo'ldi, Yana 100 metrdan keyin bu prosta bu yer ham masjidda. Ko'rdingizmi? Qadamga aytdim-ku berdik. Poyekalon. Yana mehmonxona. Suv yo'llari qarang. Yomg'irni bilan. Voy. Endi bu nimasi endi bu? Xo'ja Zayniddin. Xo'ja Zayniddin. Xo'ja Zayniddinga keldik. Nimalariga? Ularning ichida. Nima ketyapti? Har bitta mahallani ichi tarixiy obyekt. O'sha paytdagi ishlar. Qarang. Qo'y chiroyli. Xo'p, mana bu yerda nima yozilibdi? Mevachilik yodgorligi Xo'ja Zayniddin ansambli 16-asr. Hovli. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib kelyapman. Bismillah. Voy. Mana tarix. Qarang, hurmatli yurtdoshlar. Voy. Tarixni qarang. Mana sizga tarix. O'tmishimiz qanchalar boy. Qarang. Kaptar ovoz eshitilyapti. Shpona qarang. Da, qarang. Gap yo'q. Ko'ring, nechinchi asr? 16-asr. Qarang, hurmatli yurtdoshlar, aytishlari bo'yicha bu yerda Al-Buxoriy mashhur bobomizning bolalik chog'lari o'tgan joy ekan. Bu yerda mana katta hovuz. Lekin hovuzimiz biroz dilni xira qiladigan darajada qarovsiz zamon bo'ladi. Mana keldim. Va nihoyat Al-Buxoriyni endi tarix bo'yicha aytilgandek tug'ilib o'sgan joylar ekan. Mana qarang. Uylarni ko'ring. O'sha davrdagi uylar-da. Qarang, saqlanib qolganligini. Qoyil. Eshiklarni ko'ring. Ha, bu uychalar ko'ring. Voy. Endi siz ham eshitgansiz, shu Al-Buxoriyni? Havuzni eshitganman, lekin Al-Buxoriyni tug'ilib o'sgan joylari, shu bolalik chog'lari, lekin mana qarang. Men bir 7 yil oldin, 5 yil oldin Al-Buxoriy Buxoroga kelganimda juda tez kelib, juda tez ketganman. Yettipirni ziyorat qilganman. Yettipirni ziyorat qilganda har bitta pirga borganimda hovuz atrofi toza, qaralgan va albatta suv bo'lardi. Kelgan odamga bo'g'irsoq, shirinlik berib Qur'on tilovat qilishardi. Lekin hozirgi men bu holatni men to'g'risi tushunmayapman, balki ekspertlar shu videodan keyin bir ko'rib nima qilsa, baribir buni ham nima qilgandirlar, baribir katta, juda kattada. Qarang, bir stadiondaqa joyda ko'ryapman men. Tarixiy qarang, toshlari ham anaqa. Tosh-ku, nechinchi asr deyilyapti mana. Qarang. Lekin buni axlat, ko'ngilni xira qiladigan
axlatlarimiz bor. Shu buxorolik yoshlarimiz. Endi yoshlardan umidda. Kattalarimiz qaramasa, tarixda bilib turib bilmaslikka olishsa, endi yoshlarimiz patriot bo'lib, masjidlar obod qilishsa, yaxshi bo'lar edi. Hurmatli Buxoro viloyati hokimi, hurmatli tarixchilar, mana ko'rib turganingizdek, men eshitishim bo'yicha, shu tarixchilar aytgani bo'yicha Al-Buxoriy bobomizni tug'ilib o'sgan joylariga keldim. Bilasiz, tug'ilib o'sgan joyda aura chiroyli bo'ladi. Misol uchun ko'plab marhumlarni qabriga borsak mayus tortamiz, lekin bolaligimiz o'tgan joylarga kelsak qandaydir shodliklar qaytadi. Lekin bu yerga kelib men shodlikni ko'rmayapman. Biroz qarovsiz, axlat, nimagadir tarixdan bir chetda qolgan obyekt. O'shaning uchun shu tarixchilarga ham iltimos qilar edim, imkon qadar shu yerda bir obod qilib, turizmga xizmat ko'rsatadigan joy-da baribir. Juda chiroyli joy. Men bilaman, anaqa chet elga borsam, misol uchun qayerlisan, you are from deyishadi, O'zbekiston desam deyishadi. Toshkentni bilardi, Toshkent desam deyishadi. Oxiri Al-Buxoriy desam, "O" deb yuborishadi-da. O'shandan faxrlanib ketaman-da. Hozir mana prezidentimiz ham Al-Buxoriy bobomiz uchun qanchadan qancha chiroyli joylar qilyaptilar. Mana xabaringiz bor, Samarqand, boshqa, ish qilib juda chiroyli ishlar bo'lyapti, lekin hurmatli prezidentimiz mana bu yer juda ham xarob ahvolda. Juda ham. Al-Buxoriyni bolalik o'tgan mahallalar ekan. Shunday mashhur insonni bolaligi o'tgan joy bunaqa turishi menimcha ko'pchilikning dilini xira qilsa kerak. Shuning uchun mas'ullardan iltimos qilib qolar edim. Bu yerda как turizm markazi, turistik obyekt qilib turib, baribir tiklashimiz kerak. Agar men Buxoroda bo'lganimda, mana shu yerga o'tirib olib, o'zim har bitta tushgan axlatni, har bitta tushgan cho'pni tergan bo'lardim. Chunki men Qo'qonda yashayman. Qo'qonda bunaqa tarixiy obyektlar yo'q. Shu bitta Xudoyorxonimiz bor, kichik madrasalarimiz bor, masjidlarimiz bor. Ko'pi buzilib ketgan o'sha paytda. Agar shu Qo'qonda bo'lganda, biz davno obod qilib yuborgan bo'lardik. Hurmatli buxoroliklar, sizlardan iltimos qilaman, tarixlaring rosa chiroyli. Men mahallalaringga ham kirdim. Hamma ko'p millatli joylarga ham bordim, lekin men bu joy biroz meni xafa qilyapti. O'zlaring inisiativa ko'rsatib, kuch birlikda qilib, davlatga ham, hokimiyatga ham qaramagan holda obod qilsak, yana ham savob ishga qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana tarixiy joy, suv keladigan joy. Qarang. Al-Buxoriy bobomiz bizni kechiradilar, xudo xolasa obod qilsak. Suv yo'li turibdi, tarnovsiz. Qarang. Ay, tepada ikkita kaptarchalarimiz turishibdi.